Assalomu alaykum hammaga. Bugun yana bitta gatovoy biznesimizga keldik. Hozir puli bor akalar ekran qarshisiga yaqinroq kelinglar. Biz sizlarga buni ko'rsatamiz. Assalomu alaykum. Bratim. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Keldik aka, bitta biznesingizni bitta ko'rsatsangiz endi obzor qilaylik. Xo'p, keling. Kelinglar. Keling aka. Qani, bismillah. To'xtang shu yo'lga o'zinglar. Kelinglar. Kelinglar. Qani? Koridor bo'ladi. Ha, bu yoq koridor. Birinchi ishxonamiz. Birinchi xona. Hozir bir pasaytirishini. Tanishtirsangiz endi. Bu женский отдел desak ham bo'ladi. Ayollar ishlaydigan xona. Xo'sh. Birinchi chexol отделimiz sher. Mashinalarga chexol, fartuk, hamma narsa sherga tikiladi, отделка. Chexol polik qiladigan bo'lsangiz, bu imенно shu женский отдел chexol tikiladi bu joyga. Bu yerga to'lqa chexol tikiladi. Biz endi shuni taxlaganmiz. Kim masalan o'ziga qanday udobna bo'lsa, shunday qilib taxlab olishi ham mumkin. Ha, siz o'zingizga qulay qilib olgansiz. Hamma sharoit bor. Bu yoqqa razmerlar oladigan bo'lsangiz, hamma narsa bor bu yerda. Bu yoqqa tikib 50 dan ortiq, почти 100 ta mashinaga yaqin razmerlarimiz bor mashinalarga. Bu yerda даже kamera naблюдение, улица, hamma tashqarlarni ko'rib ham o'tiramiz. Onlayn, primoy onlayn. Hamma yoq ko'rib. Keyingi xonani ko'rsamiz. Xo'sh, bu yoqqa как мужской отдел desak ham bo'ladi. Ha, mужской отдел. Aha. Bilamiz, bu yer mужской. Eshik kelib qo'ygansiz o'zi bildimi? Turniklargacha sharoit qilingan ekan aka. Bu yer turning hammasi o'zimniki. Ha, gap yo'q. Mужской отдел. Aha. Sportsmen bo'lsa gantel ham ko'tarsa bo'ladi. O, mana gantellargacha zal ochsalar ham bo'lar ekan bitta chotka qilib. Bu yerga ana основной kovrik qilinadi. Patolog qilamiz bu yerga. Kovrik, patolog, ana patologlar ham turibdi o'chiradigan. Skamenkalar tashqariga koridorga turibdi, ko'ryapsiz. Ana bular razmerlar, kovrikga bu ham razmer, yana bir korobka razmer tepaga turibdi. Obrazец. Bu yer to'lqa mujizkoy adilana. Razmerlarni уже olib kesib qo'ygansiz. Qaysi mashina kovrikga bo'lsa, hammasi tayyor. Sizga mashina ismini aytsa bo'ldi. Bo'ldi. Endi ba'zi birovlar redka случай agar bo'lmasa, hammasi bor bizga, xadovoy mashinalar hammasi bor. 100 dan ortiq mashinaga razmerlar bor. Tovarlar bor. Hozir men tushunishim bo'yicha haligi qaysidir mashina keladigan bo'lsa, oldin unga razmer olib, keyin kovrik qilishadi. Sizga unaqa emas. Sizga telefon qilishadi. Siz bittaga o'zi qilib qo'yasiz. Razmerlar bor. Hammasi patolog qilasizmi? Patolog ham qilamiz. Patolog ham mahsulotlaringiz bor. Patolog, apshika dver qilamiz. Hamma yog'i bor. Bu yerga o'tirib qo'ygan ishimiz ham. Bu yerga o'zim qilaman. Hozir yana gaplashgan paytimizda aytdingiz, yashash joyi ham shu yoqda dedingiz. Ha, yashash joyi ham bor daroqi. Ko'rsatayman aka. Xo'sh. Bu yer endi mayda kuxnichasi. Ko'rib o'tirgan hamma narsa meniki bu yerga. O'zim qilganman. Bu yo'q biron narsa, yo'q o'zi bir planga yotoqxona emas edi, o'zim tiqib olganman. Mana bu yer sanuzel alohida ichiga. Ha, bu sanuzel, bu yo'q spalnya. Bu yo'q spalnya, bu yo'q sanuzel alohida dush tualet ichida. Bu yer koridorcha mayda. Bitta oila 3 ta farzandi bilan spokойно yashaydi. Ha, yosh bolalar uchun ham joy qilib qo'ygansiz. Ana bu to'kavrali. Siz bu biznesni sotadigan bo'lsangiz, bularni olib ketasizmi? Hech narsa olib ketadi. Faqat lishni o'zimga tegishli narsa olib ketaman. Yumushlar olib ketasiz? Biror narsa qoldirmayman. Ishlash uchun bo'lgan hamma jismlar, yashash, ishlashga kerak bo'lgan hamma narsani qo'yib ketaman. Stralni yangi mashina o'zi bir 2 oy bo'lmadi, 50 mingga oldim, cheklar turibdi. Ana buni ham kecha oldim. Hamma narsa bu yerga o'zimniki. Yangi faqat narsa olingan. Ha, gaz balon ham. Gaz balonlar bilan qilganman, tok bilan qilsam ham bo'ladi, gaz balon bilan qilganman spesialni. Shu ovqat qilishga ham sharoitlari bor bu yerga. Jo, ancha yaxshi ekan. Yana nima qulayliklar bor? Bu yerga keyin garaj bor bitta. Ko'chaga, chetroqqa. U garaj endi nima uchun sizga garaj как sklad vazifasini bajaradi? Ko'p narsalar sig'masa o'sha yoqqa aytaman. Aka qarang, hozir biznesingizni ko'rsatdingiz. Men o'ylayman, o'z bu yoqdan normalniy dohod kelsa kerak. Kunlik o'zi qancha aka tushadi? Kunlik hozir biz masalan professionalni deb hisoblasak o'zimizni, shu kecha kunduzga o'sha sezonga chiqdik. Hisob sezonga bir qadam qo'ydik o'sha. Aslan yanvar fevralga uncha sezon emas, o'shani o'sha bosib o'tdik biz. Sezon payti o'sha o'chiradlarimiz bor, tashqarilarga mashinani ko'rib o'tiribsizlar. Shu holatiga bir kunga bo'layotgan dohod o'rtacha xotin ikkalasiga minimum 20 mingdan 20 mingdan tushadi. Ha, xotin ishlasa. Ha, xotin 20 ming bo'lsa, u yo'g'i agar ishlab bilishiga 50 kungacha kuniga kelib biladi. Men javob beraman, ishlab bilsa 50 kungacha kuniga ishlab bo'ladi. Ha, endi bu как oilaviy biznes bo'lsa, oilaviy biznes, ishlab bilsa, endi professional bo'lib ketsa, o'sha payt masalan men qilganman. Hozir masalan qarang, bu biznesni sotib oladigan bo'lsa, haligi odam qo'ldan kelmasa o'rgatasizmi o'zingiz? Обязательно. U ichiga masalan ba'zi birovlar tikishni biladi, bu sohadan xabari yo'q. U odam kelishi mumkin. Biz обязательно o'rgatib,
Hamma yo'g'ini qayerdan narsa olaman, qanday zakaz qilaman arzon, hamma yo'g'ini polni borib kerak bo'lsa, поставщикlar bilan tanishtirib ham kelaman. Hozir qaranglar, agar kunlik daromad shuncha bo'lsa, sotishdan maqsad nima aka? Aka men bu yerga 4 yildan beri ishlayapman, bu bir 4 yildan. 4 yildan beri ishlayapman. Uji ketmasam bo'lmaydi. O'zbekistonda muammolari birinchidan O'zbekistonga borishim shart. O'zbekiston qaysi sababi? Ota-onam uji qo'ymayaptilar, ikkita farzandim yo'qqa. Ko'rishganim yo'q, gapni ochig'i. Endi farzand sog'inchini endi hamma biladi. Xudoga shukr, o'sha yoqqa men to'g'risini aytsam, O'zbekistonga shu ishni joy olib taxlab qo'yganman sharoitimni. Sharoitingizni o'zi qilgansiz. O'zbekistonga shu narsalar, shu ko'rgan narsalarni hammasini noldan taxlaganman o'zimning ishlarimni. Hozir qarang aka, bu biznesni o'zi qancha narxlayapsiz? Men bu yerga 1 million deyapman. 1 million. Narxni. Kami bormi yo'qmi? Endi kelishamiz. Kelgan odamni yuzma-yuz gaplashib kelishamiz. Albatta. Kelishadigan joylari bor. To есть yaxshi bo'ladi ham. Kelishasiz. Hozir qarang, sizga u odam 1 million beradigan bo'lsa, siz 1 million evaziga nima berib bilasiz u odamga? 1 millionga ana shu ko'rgan hamma narsani qo'yib ketaman. Bu yerga biror narsa bu yerga yo'q edi, 4 ta devordan boshqa. Hammasini o'zim qilganman. Hammasini o'zingiz qilgansiz. Hammasini nima qilganman, hammasini qo'yib ketaman bu yerga. Bu yerni o'zi faqat lичный narsalarimni olib ketaman, shaxsiy o'zimga tegishli bo'lgan narsani olib ketmasam, ketaman. Qolgan hamma narsa ko'rgan narsalarni ishxonaga nima tegishli, kamera, ana shu kat yo'l, hamma narsa qilganman. O'rgangandan keyin dajanish kerak bo'lsa, shu materiallarimni ham qo'yib ketaman. O'zi materiallar ham 100 mingdan ziyod material turibdi. 100 mingdan ziyod. O'zi men agar noldan hisob biznes почти бесплатно tushyapti, потому что qancha ko'rgan narsalar ichkariga, uyni ichkari, bu yoq, hamma narsasi pul beradi. 500 mingdan kam narsa yo'q bu yerga. U sarflagan zali. Sarflaganim shu 500 mingdan kam narsa yo'q bu yerga, mashinka, boshqa shu bitta stol, bir narsa taxlashni ham o'zi bilmaydi-ku. Bu yerga kelib qurishni, hamma narsani o'zim qurganman. To remontigacha o'zim qilganman. Yaxshi, ancha qilgan. O'zi готовый joy ekan, haqiqatan ham tayyor biznes. Puli bo'ladiganlar kelib, olib, ishni boshsa, haligi aytadi-ku, "Chin 1 millionga mashina olgandan ko'ra, mana 1 millionga готовый biznes ol." Yashash joyi ham birga. Yashash joyi ham, magazin ham bir qadam, senga qayoqqadir ishga borib kel. Boshqa qil, haliga qanaydir 1 millionga mashina olib, taksi qilib pul top. Mana bunaqa gap yo'q ekan-da o'zi. Hammasi ichiga. Mana chiqasiz, ishni qilasiz, magazindan kelib produktingizni olib kelyapsiz, telefon qilasiz, klient o'zi eshigingiz tagiga kelyapti. 4 ta parkovka joyim bor, o'zimniki. Ha-da. Tashqarilarning remontini ham o'zim qilganman. Asfalt ana shu yerga chaqil tashaganman yo'lni boshidan. Ana shu o'zim uchun, klientlarim uchun hech kim qilmagan. Hamma yo'q. Bu yerga uyni ham ona ko'rsatdim-ku. Bu yerga bitta o'zim yashayman ana shu zanaga, hech kim yo'q. Ana shu bitta o'zim yashayman, hech kimga xalaqdan bermayman. Yarim kechqurun muzika qo'ysangiz ham, qo'shnilar hammasi yaxshi. Sizga muammo keltirmaydi unaqa. Egasi undan ham yaxshi naprimlar. O'zi necha yildan buyon, 4 yildan buyon shu yoqqa ishlab yashayapman deyapsiz, o'zi bilinadi shundan. Chunki atrofdagilar yaxshi bo'lsa, siz ham ko'chib ketmagansiz shu uchun. Doimiy klientlarim bor, ko'rsatishim mumkin. Bo'ldi. Agar tayyor biznes keladiganlar, qiziqadiganlar bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilishingiz mumkin. Akamiz o'zlari sizlarni kutib olib, hammasini tanishtirarlar, o'rgatadilar. Kelishsalaringiz endi sunnatiga o'tib berasiz. Обязательно. Bo'ldi. Gap yo'q. Mana shu nomerlarga telefon qiling. Bu videoni biznesmen akangizgami, do'stingizga jo'natib qo'ying. Hammaga omad. Aka, kunlik daromad o'zi qancha bo'lyapti? Kunlik daromad aka, ishlasangiz 20 mingdan boshladi. Masalan, daftarlarim necha yillik saqlanib bo'lgan. Ha, bu yoqqa yozilgan. Ha, eskisi, bu chexol daftar, ana bu kovrik daftarlarim. Ular bu eskilari ham bor, bir tonna. Aytavering. O'qib bersangiz o'rnini. Yo'q, gapiring. Narxlari. Siz menga gapirib ketavering, men kunlik daromadni aytib ketavering. Men buni o'zim varaqlab ketaveraman, siz gapingizni aytavering. Nima deyapman shu yerga? Ha, boya gaplarni aytaymi-ki? Ha. Xo'sh, ana shu yerga qarashingiz mumkin. Bu yer chexol adelni. Ha, bu kunlik yo'z ekan. Payshanba, dushanba. Har kuniga bu ish bor. Faqat payshanba, juma vaqtni olaman, dam olaman o'zimga. Dohodlar 17 ming, 20 ming, 25 ming chexollar. Mana bu kovriklar. Ha, bu kovriklar. Kovriklar mayda mashina 4 ming. Aziz tomoshabinlar, qarashlaringiz mumkin. Почти har kuni zakaz bor ekan. Telefon nomer har kuniga kuni bilan yozib qo'yganlar. Haqiqatan ham yurib turgan biznes, tanishlaringizdan utashlik qilsalaringizdan bo'ladi. Bu yana aka, bu biznesning bitta plyusi, bu biznes o'lmaydi. Chunki nimaga desangiz, kundan kunga yangi mashina chiqyapti-da aka. Bu biznes davom etadi, lekin o'lmaydigan biznes. Agar nima bo'lsa, odamlar o'zidan yana nimalardir qo'shishi mumkin, ijod qilib, o'ziga masalan qanaydir tuning, avto tuninglar ochib, o'ziga yoniga garaj ochib masalan qilsa bo'ladi-da bu ishlarni. Davom etsa bo'ladi. O'zi men
qilolmayman, nimaiki yakkalik o'zib qilib ketaman deng. ketyapman. Bo'ldi, shuni qo'shasan.